3. qism 1. bölüm. Odamlar taqdirni, taqdir odamlarni izlab yuriydi. Hayotning azaldan buyangi aynishi shundoq. Taqdir doim o'z nishonni mo'ljallab turadi degan gap rost bo'lgan bo'lsa, bu navbatmi u to'g'ri chiqdi. Hammasi odatdan tashqari oddiylar yuz berdi. Qazo komandan etilgan o'qni kayniga yondirishning amali yo'q. Shu kuni Bazarboy No'yg'otovning omadi kelib geologlarga yo'l boshlamchilikqa yolinib qolgan demamsiz. Bazarboy geologlarga yo'l boshlabchi lozimligini xiyoliga keltirib boqmagan edi. Uni geologlarning o'zlari izlab topdi. Ular tamanga yem-xashak to'shilgan traktor mangdigan yo'l bilan kelgan edi. Nemishqa bu yerni taman deydi deb so'radi ulardan biri. Nima bo'ldi? Yo'q deymana. Taman degan topan degan gap. Bu yer tog'larning topini, shuning uchun taman deyiladi. Ha, mundaqdan. Heyliqi tamanmi shuningdan kelgan ekanda, mashhur taman diviziyasi. Bilmadim ukam, buni generallar bildi. Bizning ishimiz oddiy podshohlik qilamiz. Shunda qilib geologlar tamanga yetib kelib, u taraflarni uqmaymiz, faqat xaritada ko'rgan. Yaxshisi bizni shu yerlik odamlardan birari tog'larga boshlab chiqsin deyishdi. Yo'q degili bo'lamdi. Uning ustiga haqmi berdi ekan. Bor yo'q ish 4 yigitni yuk poklari bilan ochiq tashq jilg'isiga boshlab chiqish. Geologlar shu yerda nimalarnidir tekshirarmish. Nima bo'ladi? Ehtimol oltindir. Ular faqat oltin izlaydi. Topsa cho'ng-cho'ng mukofot elishadi. Mayli, bu ularning ishi. Faqat Bazarboy kashqurun tamanga qo'rg'u qaytib kelsa bo'ldi. U qo'shi bilan shu yerda qishlagan. Bu yigitlar shaharlik bo'lgani bilan pulning hisobini bilmaydi ekan. Bazarboy johillik qilib, "Mening taqqa chiqili vaqtim yo'q. Sovxoz rahbarlari kelib qoldigan bo'lsa, sizlardan nima ketadi? Biroq mening holim voy. Qani bu cho'ng podshoh Bazarboy No'yg'otov qo'ylar qo'zlay deb turgan paytda qayerlarda yuriydi deb so'roqqa tortib ketadi. Vaqti kelganda buningga kim mas'ul bo'ladi?" dedi. Shu gaplarni anglab yigitlarning sexiliga tutib, uniga 25 so'm berishga va'da qildi. Voy, tantaklaray, bu nimalarga takalluf qilib o'ltirishning nima hojati? Pul davlatniki, davlatning g'aznasi bo'lsa kim yemaydi? Bu bolalarning o'zlari payti kelganda pulni g'azandek supurib olsa kerak. To'lusunda oxir. Bazarboy geologlarni hash-pash degichilar opirib qo'ydi. Otqa mindida hayt-huyt deb ketaverdi. Uning nimidi? Baribir kullab bular bo'lmas ishlarga beshini tiqib, lanlanab yurgan. Bo'libmi to'y to'kin, o'lib yetim, ish qilib haroq puruqib turgan joydan quruq qolmaydi. U oylik maosh elib kelish uchun sovxoz idorasi ketadigan bo'lsa, molchi palchilardan tortib, kechilik kuzatuvchilargacha xotinidan umu ishchilarning qatorida tartib to'l elish paytida vaqtliq yordamga kelganlargacha bo'lganlarning hammasi jinini olqiniga elib o'ltiradi. Bazarboy kechasi g'arq masalasi holda qaytib keladi. Otdan yiqilib shaylar deydi. Pul elishga ketgan odamning ahvoli ana shundoq bo'ladi. Yarmas xotini sovxoz boshliqiga yig'lab qaqshigan bo'lsa kerak, mana 3 oydan buyon qo'ruga kasir Bo'ronboyning o'zi oylik tarqatqili kelyapti. Qonun bo'yicha har kim pulni o'zi qo'l qo'yib elish kerak deydi. Tarqatsa tarqatavermamdi, o'zi qolgandan keyin. Mana munini ko'ring dedi. Amdi, muni 25 so'm o'z xohishi bilan uning cho'ntiga tushib turibdi. To'g'ri. Ochiq tashqa chiqishda xoda tashlar, tikdong yerlardan o'tishga to'g'ri keldi. O'pgan og'zingga tiqilib qoladi. Yiqilib ketish odatdagi ish. U degan sen aynib yuradigan va bo'yniga medal taqab qo'yadigan tantarbiya maydoni emas. Balki itiga tushliq tog'da buning nimasiga ajablansan? Dunyoda azaldan adolat yo'q edi. Hozirmi yo'q? Beshin qishi yoz tog'dan chiqmaydi. Bu yerda na asfalt yo'l, na turba suyi, na elektr chirig'i yo'q. Qari kuningni bilishingcha ko'z yil bo'yi sesi qirq kechib qo'yoni baq. Lekin shaharda bo'lsa, oppoqina kiyingan chaqqon yigit tanarkat maydonda likkildab yugurib yuriydi yoki darvozaga to'p tepadi. Buning bilan o'zi mazza qiladi.
Tamasha ko'rishga yig'ilgan xaloyiqmi xushalliqidan osmonga sakraydi. Chaqqan bayga shon sharaflar yog'idi. Hamma gazetlar eg'izlarini ko'ptirib, ularni ko'kka ko'tirdi. Ertadan kechgacha dam olish, yakshanba deganlarning nimaligini bilmay, beli pukilib peshona tanni to'kkanlarning topqini bo'lsa, yeb ichishiga oral yetidi. Alam qilganligidan haraq ichsan, ondan xotin xo'donshiydi. Yegan ishkiningni burnidan buloq qiladi. It yotidi, boshliq ko'rkiraydi. Talab bo'lsa cho'ng, qo'zi ber, qo'ylardan birarmi qisir qolmasin. Qo'ylar semiz bo'lsin, yungning yumshiqini ber deyishidi. Yung o'rniga ishlatiladigan sun'iy tala topimiz deydigu, toza davron solgan emasmidi? Qani, shu sun'iy talasi. Yung qirqimi boshlangandigu, yuzlagan tekshirguchi ber deb tozqaridek bostirib keladi. Bir tal tuknimi qoldirmaydi. Hammasini topshir. Hech nimani qoldirmay ber deydi. Yumshoq yung eksport uchun lozimmish. Chatal puli desa, o'likini osmondan otadi bu nimalar. Keyin bularning hammasi o'pqonga tushib ketgandek g'oyib bo'ldi-da tugaydi. Voy, hammasi qurib ketmamdi. Qo'ylarimi, odamlarimi jonga tekkan mushu turmushmi? Bozorboyni yo'l bo'yi ana shundoq ko'ngilsiz xiyollar chulg'ib olgan edi. Shunga ketib o'tib biror eg'iz gap qilib qo'ymadi. U arlab keynidan kelayotgan geologlarga qarab qo'yatdi. Xatarlik joylarga kelganda ogohlantirib qo'yatdi. Uning ko'ngli parakanda edi. Uning hammasiga qarg'a kelmas xotini sababchi. Voy, alvasiyay. Hamma ishga aralashmay qo'ymaydi. Vaqirab chaqiraydi. Bu qitim yot odamlarning oldida voysig'inni demamsiz? Voy shaloqyay. Dod silib yurma. Yurmasa ko'ngli orom topmaydi. Turmushni ana shundoq barbod qilib tugatdi. Qadimqilar bekor demabdikan, xotin haq kechisi mushukdek surkiladi, kundisi yilondek to'lg'inadi deb. Ana ko'rdingizmi? G'udong-shig'in. Yana qoyoqlarga qachay davatisiz, deydi u. Bu geologlarni beshingizga tangamsiz. Hozir ish degan eshib-teshib turibdi. Qo'ylar qo'zlayman deb turibdi. Ayolning qo'li kichik bolasidan bo'shashmashmish. Cho'nglari yotoqliq maktabda buzilib ketganmish. Ta'tilga kelsa og'zi tomoqdan bo'shimasmish. Qo'rib ber, dumlab ber dermish. U nimalarning qo'llarini so'g'uq suvga tiqmaydi, deydi xotini. Tamaka chekishlarga nima dey? Aroq ichishimi yonmaydi. Yotoqliq maktabda ularni boshqurgan odam yo'q. Maktab mudirining o'zi aroqkash. Uyda kimdan aql o'gindi ular? Siz bo'lsangiz quyruq tutqazmaysiz. Әдәден кешкичә саеңызны күрсәтмәйсез. Qurib ketsin, ketgör, ichimlikdan ishilmaysiz. Helimi yaxshi jiningizga orom beradigan ot bor ekan, bo'lmasa allaqachon yo'llarda o'lib tortib qolmasmidingiz? Voy, bu shaloqni yey. Qancha ursangmi, so'qsangmi baribir aqlini topmaydi. Go'shiyib yurgan. Shuning uchun uni ko'k tursun deydi-da, lekin tili uzun, tilini hech yig'ishtira olmaydi. Bu qitimmi geologlar bor demay, toza vatil dedi. Ahmaq, nech qitim konidan olganda, voy o'ldim, endi gapingizga gap qaytarmayman deb har va'dalarni bergan emasmidi? Nadikini? Biroq Bozorboy yana uni tinchitishning ipini topdi. Gapim bor, beri kel deb ishkirga chaqirdi. Uyga kirgandan keyin gap qilmay uni tamg'a naqtidi. Yuziga tirdi. Nafas olg'ilimi qo'ymadi. Әні шу чағда у xotinning tayoq zarbidan ko'kirib ketgan, tatarg'an, qo'riq basqan yuzidan, holsizlikdan echilib qolgan tishsiz og'zidan, qo'rqinishdan xiralashgan jonsiz ko'zlardan o'tgan yillarning qayg'u alamlarini, abgorlik, omadsizlik va chakkan ruhiy azoblarni ko'rdi. Shu chaqda u hatto o'zidan o'zi yergangandek bo'ldi-da, bo'g'ilib turib zaharni chashdi. U qanjoq, yana tilingni chaynaydigan bo'lsang, paqini chaylagandek chaylab o'ltirib etaman. U shundaq deginicha xotinni bir yaqishtirib etdi. Xotini g'ing qilmay chilikini ko'targan peti ishkini jaloqida yepib hoyliq chiqib ketdi. Oradan sal o'tmayla Bozorboy o'pkisini besib olib, uydan chiqib, otqa mindi-da geologlarni boshlab yo'lga tushdi. Ha, baxtga yarasha ot qurg'ur yaxshi. Uningga birdan-bir lazzat beg'ishlaydigan shu ot. Berkat tapqur. Bu ot zavodidan chiqqan. Oli kimga uning rangi yoqmay qilib, shallab chiqarib etgan bo'lsa kerak, haqiqatan uning qora to'riq yoki qo'ng'irligini bilgili bo'lmaydi.
Lekin buning nima hojati? Aqlli ot degan tog'da qayerga qadam besishni biladi. Hammadan bak chidamliq keladi. Naq bo'rning o'zi. Ustidan doim egar tushmaydi. Doim ko'zi ochiq, nimasini deydi? Eti yaxshi. Bu atrofda Bostonning etini hisobga olmaganda uningga tang keladigan ot yo'q. Voy, Soxovning ilg'ar malchisi. Hey, odam bo'lmug'ur. Dunyoda bunda xasis odam tepilmesi kerak. Ularning nemishqidir bir-biri bilan eqi kelishmaydi. Ana Bostonning etini oddisi bo'ladi. Sirti tilladek yaltirab turadigan don eti. Shunga uni donfulik deydi. Bostonning omadi bor ekan, әдінің кәшкіше етіні пәрвеш қылады. Оның башқа илажым yo'q. Atliq yurib o'zini ko'z-ko'z qilmasi bo'lmaydi. Azimat xotini yosh. Ir-Nazirning tul qilgan xotini. Ir-Nazir buningdan 3 yilcha burun Alamungu davonida muzning yerqiga tushib ketib, shu peti o'lib ketgan. O'likmi shu yerda qolgan. Turnalar qator tizilib tog'lar ustiga ko'tarilmoqda. Parang so'qishga fursat yo'q. Onun üstüge xotini bilan urushib Bozorbayning kayfi ushgan edi. Ular zuvan sürmay yo'l basattı. Qish oxirlashib qolgan bo'lib, tog'ning kungay taraflaridagi qorlar erishga boshlagan edi. Dimoqqa ko'klam hidi urilib turadi. Shu topda atrof tiniq va jimjit edi. Pastdagi sadatdak yaltirab turgan yo'g'on ko'pko'k ko'lning neriqi tarbida egiz tog'lar ustida quyosh egizga ko'tarilgan edi. Hammala yog' tosh, qiya, insijin yo'q. Ularga bu yerda nima bor ekan deb o'ylab Bozorbayning ajallanishini kuchaydi. U geologlarni manzilga yetkazib qo'ygan amalla qaytishni keldi. Ochiqtash jilg'isining yenidagi to'g'ri yo'l cho'ng ko'lning yeniga elib boradigan jilg'iga qaraganda qisqaroq edi. U ichida qaytganda Boshat jilg'isidan mangman deb qo'ydi. Shunda qilsa uyiga hayol bo'lmayla yetib boralaydi. U geologlar bilan xo'shlashib shunda qildi. Lekin cho'ntagiga baraka topqur 25 so'mni selib etib yigitlarga qarab, "Hey og'aylar, qarasam hammanglar o'g'il bola ekansizlar", dedi hejaygan peti burdan siylab. "Bizmi voyiga yetgan yigitimiz, galni bir nemdib olmaylimi, ha?" Bozorbay, "Issam bir istakan ichaman" deb o'ylagan edi. Yigitlar bo'lsa uningga mardlik bilan olg'in uyingda ichasan deb shu yerning o'zida ishlangan ko'k shishilik aroqni sovg'a qildi. Bu baxit nadin keldi deb Bozorbay bo'lakchili ichilib ketdi. U ularga oldirab tenab chidirni qayerga tikishni, o'tinni nadin tepishni ko'rsatdi. Yigitlar bilan navbat bilan xo'shlashib etib, har birining qo'lini uzatqicha silkib qisdi. U hatto birinchi qitim bo'layotganini yo'q. Uyigacha bardoshlik beralaydi deb etiga g'amlab olgan yemnimi bermadi. U opul-topul egarga chiqdi-da yo'lga tushdi. Mo'ljal qilg'ini bo'yicha uzoq o'tmayla yolg'iz oyoq yo'lni topdi va chala buloq qor bosgan tizmalardan halqib o'tib Boshat jilg'isiga kirdi. Daryoning yon taraflarida shalongroq to'qayliq va o'rmonliqlar bo'lib, bu yerlar ochiq tosh jilg'isidek qorong'u emas, xeyli yo'riq edi. Bu makonda jilg'i suvlari va buloq suvlari ko'plab eqib turadi. Shunglashqa bu yerni Boshat jilg'isi, buloq jilg'a deb ataydi. Paxtliq pashmat ustidan kiyib olgan yomg'irliq chapanning yanchiqidagi shisha uningga orom bermaydi. U shishini birdan tutib qo'yadi. Qaysi jilg'i bo'yida to'xtasam keyin deb joy tanlaydi. U o'zining qanchalik ichalaydiganligini biladi. Shishining yerimini bo'yishtirdi-da, to'pisidan suv ichidi. Ondan yana yo'lga ravon bo'ladi. Bundaq chaqlarda Bozorbay otga minib olsa bo'ldi. U yiqiga tulpar etini o'zla yetkazib qo'ydi. Bechora ko'k tursun Bozorbayning qo'ltig'ini shayton yo'lab turdi deb bekor demaydi. U texcha egardan birar qitim yiqilgan emas. U oxiri yo'ldagi bir eriqni tanladi. Uning ustidan nepiz çürük muz qaplagan bo'lib, suv muzning ostida tashdan tashqa urilib, odamning havasini keltirib oqatdi. Bozorbay shu yerga tushdi. Atrofda yovvoyi tol va ziriq chatqallari bo'lib, qormi ko'p emas edi. Otni sug'urib yembasi bo'ladi. U otning eg'iz durqini chiqardi. Suvlu qachilangan xurjunni egardan tushirdi. Izmisini yeshib, yeshilgan tarafning otning bo'yni ostiga surib qo'ydi. Ot harduqini chiqarib atqandek yenik nafas elib, ko'zlarini yerim yumgan holda
kartıldı deb sulu çaynaşqa başladı. Bazarbay bo'lsa suv bo'yiga yiqilgan darakka chaylashib o'ltirib oldi da sheshini chiqardi. Havas kelib kuniga tutib qaradi. Lekin nimani ko'radi? Shisha yanla shu shisha. Faqat kun tugab ketyotdi. Tog'lardagi soylar yontilishyotdi. Kam deganda kun patilganga texi 1 soatdan ortiq vaqt bor edi. Lekin Bazarbayga aldirashning hojati yo'q. U aroqning mengiga urildigan massini tamshib his qilib, yo'g'on tirniqi bilan shishining og'zini ochdi. Puridi, beshini chayqadi, og'ziga ko'tardi. Titrab turib g'urtildi pishdi. Ondan eriqdan o'chimlab suv ilib, kasıldigan muz parchalari bilan qo'shib ichdi. Muz tishlarga tegib g'ichirlab, xuddi mengsi g'ichirlab ketgandek bo'ldi. Bazarbayning chiroyi sat turildi. Tomoqini qirib yo'taldi-da, o'g'ining qochoq beshiga chiqishini, tog'lar va qiyolarning xuddi tuman bilan qoplangandek o'sishiga boshlanishini, laylab yuqoriga o'rilishini, qizigan mengsida g'alita, aniq bo'lmagan ovozlar va g'ungildigan shovqinlar chiqishini kutib ko'zini yumdi. O'zini kayib quchqiga etish ishtiyoqida tugilib yotdi. Ondan tomirlari kengayib bo'shatdi. Shu chaqda qayerdir noyda yaqin orliqdan xuddi kichik bola yig'lagandek asta ingragan ovoz keldi. Nimadi bu? Zirq çatqallari va dövi taşlarının kaynidimi ishqilib bir yerda yana nimadir bu vaqtdek inganladi. Bazarbay sakaklashdi. Yana ixtiyorsiz shishni ko'tirib ichdi. Ondan uni asta tashqa yo'lab qo'ydi. Lavlarini surtida o'rnida turdi. Yana diqqat bilan quloq soldi. U adashmagan ekan, qandoqdir bir hayvonning bolalari ovoz chiqarmoqda edi. Böğrü uğusidan Ekbere bilen Taşçaynarning bolalari uzoq yo'qolib ketgan onasini izlab huvlashmoqda edi. Ekbere mo'yinqum cho'llaridan oldi kayniga qaramay qochgandan keyin aldash bo'yidagi dahshatli yong'inlardan keyin 1 yil qisir yurib bosh atyaz bo'lganda vaqtsiz bolalgan edi. Bazarbay böğrü uğusiga asta yaqinlashdi. Hushyor bo'lgan bo'lsa, böğrü uğusiga berishdan ilgari albatta o'ylagan muloyiza qilgan bo'ladi. U kamerning ichidagi uvini osonlikcha topmadi. Tajribasi asqatdi. Qarning ustini sinchilab kuzatdi. Aniq tushgan izlari zanjirni ko'rdi. Bo'rilar ehtiyotchanlik bilan doim ko'ni izlarini besib qadam tashlagan edi. Bazarbay yanama neriroq berib, tosh dövilari va chatqallar orasida choliq achilangan va chaynab tashlangan top-top so'ngaklarga duch keldi. Demek böğürler tapqan olcasının bir qismini so'rab kelib, mushu yerda xotirjam yetib g'ajabdim. Yo'g'on soni va umurtqa so'ngaklarning jiqliqidan qaraganda böğürler bu yerda xeyli uzoqdan beri yashayotgan bo'lsa kerak. Uvini tepish endi tasga tushmaydi. Bazarbay kamerga kirishdan nemishqa cho'chimadi. Buningga bir narsa demakdas. Bu yerda cho'ng böğürlarning bo'lishi ehtimoldan yiroq emasda. Lekin qo'z qishib ketgan bo'ri kuchiklari ushshaq jonivorlar ingrab o'zlarini oshkorlaydi va yeniga chaqirtayotgandek qiladi. Akbara bilan Toshchaynarning o'g'i chiqmasdan boshqa amali qolmaganligini kuchiklari bilsichu kashki. Bo'rilarga bosh atyazning eg'ir kunlari boshlangan edi. Bundaq chaqlarda yaqin atrofdagi ko'sh madardan qolgan tog' o'shkalari va orqarlar allaqachon tugagan bo'ladi. Bundaq paytda keyiklar bolalash uchun qadam yetmas honglarga chiqib ketadi. Odamlar beqib turadigan mollarmi dal shu sabablar tufaylidan bundaq chaqlarda mol qo'rolari va qo'tallarga qamaladi. Shundaq ahvolda tinmay emchak emadigan 4 kuchukni sut bilan beqib ketgili bo'lamdi. Akbara etidan tushib ketdi. U endi o'ziga zotli o'xshamaydi. Tuklari hurpaygan, qalisi yo'g'inab ketgan, emchaklari so'g'ilib esilib ketgan edi. Bo'rilar umuman g'oyat chidamli keladi. Ular bir necha kunlab bir narsa yemay yuraverishi mumkin. Lekin bolasini emadigan bo'ri o'zini yemaklikdan siqilolmaydi. Turmush Akbarani cho'ng o'g'ga chiqishga majbur qilmoqda edi. Mubada u halak bo'lgan bo'lsa, kuchuklarimi o'lib ketadi. Toshchaynar uningga agishib yuratdi. Ular hammaga tez ulgurishi kerak edi. Ular o'ljani tez tepishi, uni tez tutishi, go'shtni tez yo'g'on yutib etishi va tez kayniga yenishi, taomni hazm qilish kerak edi. Akbara kuchuklarga tez sut berish kerak, buningga boshqa amal yo'q.
Бүгін ularning mangan yo'llari naiti yomon bo'lib, kunga yerlar naiti teyilg'aq, teskay tarafdagi to'nglab turgan yerlar to'limi qattiq edi. Böğürler şununga qaramay tağdan taqqa qatirdi. Bundaq chaqlarda kichikroq maxluqlar texi yer ostidan beshini ko'tarmaydi. Yavoyi hamda qo'lda beqilgan cho'ng mollarga bo'lsa, yaqinlashqil bo'lmaydi. Bo'libmi, tirik hayvonlarni ot, kala, to'gilarni sheriksiz ovlashdan foyda chiqmaydi. Hayotning pishganligi mo shuningla. Toshchaynar har qancha baquvvat bo'lgani bilan cho'ng o'ljini o'zi yolg'iz ovsiga so'rab opirolmaydi. Oxirgi qitim buningdan 2 kun ilgari u tog' yonbag'riga tenab kelib qolgan bir eshakni o'lja oldi. Akbara kechisi uvusidan chiqib eshak go'shtini to'yg'ichi edi. Lekin eshak jonivorlar har kunila tog' bag'rlarda mundaq dunyodan beg'am yuravermaydi-da. Odatda eshaklarning yanida albatta odam bo'ladi. Mana shuning uchun Akbara qo'rsqini ovda to'ydirish maqsadida o'zi uvusidan chiqdi. Akbara boshda ishkilandi. Ballardan xavotirlanib, uvusini tashlab ketishga ko'ngli zoda unamadi. Hatto 1-2 qitim kayniga qaytmoqchi bo'ldi. Bularni doim isitib, sut emgizib turish kerak edi. Lekin u o'zini zo'rg'a yengib, uvusini unutishga majbur bo'ldi. Ko'l atrofida o'ljaning puruqi burniga kirgandan keyin bo'lsa, u xumari uni butunlay ilkiga oldi. Akbara bilan Toshchaynarning omiti bor ekan. Ular yangi tushgan izlarni purab mengib, kang ochiqchilikqa chiqib qoldi. Bu yerda padadan ayrilib qolgan bo'lsa kerak, 3 qo'tas o'tlab yuratdi. Böğürler birer yil burun mana mushundaq nachar paytlarda ularga etilib beqishgan edi. Shu chaqda böğürlerga dush kelgan narsani o'lja qilishdan boshqa amal qolmagan edi. Hozir vaqt qis edi. Atrofda odamning qarsimi ko'rinmaydi. Böğürler u yoqdan bu yoqqa o'g'irliqcha ko'z yugurtib, biroqla hujum qo'ydi. Qotazlar chepib kelayotgan böğürlarni ko'rib, münkigan peti hurkirganicha qochdi. Lekin böğürlerning qo'g'lab yetishi velishiga oz qolganligini pamlab to'xtadi. Ularning beqillari sandaldek bir ko'tarilib bir tushadi. Ular munguzlarni böğürlerga to'g'rilab hujum qo'ydi. Ularga boshqa amal qolmagan edi. Shu chaqda qisqagina bir vaqt ichida dunyoga azaldan bor bo'lgan bir xil tangpungliq hokim bo'ldi. Osmondagi quyoshmi, mutlaq jimjitlikmi, insijin bo'lmagan kang dalami böğürler bilan ko'shiguchi hayvonlarga tang tegishli bo'ldi. Ko'shiguchi hayvonlar to'qinishdan qochib qutulmoqchi bo'ladi. Lekin yirtqich hayvonlar osonlikcha kayniga yondigandek emas edi. Ochliq ularning ichini tatlamoqda edi. Ular qandaqla bo'lmasin elishib, hech bo'lmaganda bir qo'tasini yiqitib, shuning bilan o'zlarining bolalarning jinni saqlash kerak edi. Qo'tazlar cho'ngmi emas, kichikmi emas, o'tirchi bo'lib, qish chiqib ketishning oldida yunglari qalayimqan o'sib ketgan edi. Quyruqlari otning quyruqidek bo'lgan bu qo'tazlarmi jang qilmoqdan boshqa iloj yo'qligini tushundi. Ular qahru g'azab va qo'rqinish ichida boshlarini tuvan qilib, tuyoqlari bilan yerni tatlab, hurkirab chopchishga boshladi. Quyosh ko'k yuzda hamon chaqnab turadi. Atrofini qorlari erishga boshlagan insijin tog'lar qo'rshib olgan bo'lib, sarg'ayib yotgan ochiq tuzlanlikda qo'tazlar bilan yirtqichlar yuzma-yuz to'qinishishdi. Böğürler qulaylik fursat kutib, qo'tazlarning atrofida aylanadi. Akbaraning vaqti qis. Ballar uni e'tirozlik bilan saqlayotdi. Oxir intizor bo'lib saqlayotdi. Oxir u sal ojizdek bo'lib ko'ringan bo'lib, bir qo'tazga tavakkul qilib etildi. Qo'tazning ko'zlariga qon to'lgan edi. Shundaqdimi Akbara uning yuragi po'qildab turganligini payqadi. Ehtimol yengilishayotgandir, lekin o'ylab o'ltirgan payt emas edi. Akbara o'zini qo'tazning ko'kriga atdi. Hammani daqiqalar hal qiladi. Qutirab ketgan qo'taz uni yelkasidan ortildirib tashlab va munguzlari bilan yerga mixlash uchun beshini kuchab silkiyotgan mahalda Toshchaynar uning yana bir beqindan tashlanib, bo'yin tomirlarini uzib, qinini oqqizishi, mengisini qardan chiqarish kerak edi. Shundaqmi bo'ldi? Lekin ongacha qo'taz Akbarni yerga yiqitib, besishga ulgurdi va hurkirab, uni munguzlarga elib tashlashga rastlandi. Yana azroqla hayol bo'lgan bo'lsa, uni butunlay chaylib etdi.
Lekin Akbara qotasının müngüzleri astidan yılandek serilip çıktı ve şu zamatla yana qotasının töşiге sakradi. Onun javg'ayni yırtib etadigan darajada qattiq yung qaplagan gadiniga o'tkir tishlarini kuchab battirib, o'zining vahshiy va rahimsiz bo'ri tabiatini to'liq namoyon qildi. U yashash uchun o'ltirmasa bo'lmaydi. Lekin bu qitimqi o'lja asalla jon berganlardan emas edi. Zo'ravonlikqa kiyik bilan to'shqanlar bo'yin egib turdi. Jahil qo'tas yarador bo'lib, qiyni eqib turganiga qaramay, texi xeyli qarshilik ko'rsatishi va hatto yengib chiqishi mumkin edi. Biroq Akbaraning yulduzi birdila parlab chiqdi. Dal shu paytda Toshchaynar Akbara bilan elishayotgan qo'tasga yon tarafdan tagdi va uning kekirdigiga tishlarini patdi. Toshchaynarning hujumiga bardoshlik berish qiyin edi. Bu hujumga u butun kuchini sarf qildi. Qo'tas o'z qininiga minib, o'dg'ib ketdi va qiqirashga boshladi. Ondan bo'g'zidan bulduqlab qon etildi va eg'ir xirildab yerga yiqildi. Qo'tasning ko'zlari shishida qetib qoldi. Elishish bo'layotganda tirik qolgan ikki qo'tas pattaraqlab qochdi va xeyli neriga berib olgandan keyin qadamlarini ostiltib, go'yo hech ish bo'lmagandek oldirmay minib ketishdi. Bo'rilar chala o'lik qo'tasni tortishtirib, tishlashga kirishdi. O'ljaning qachon jini chiqishini kutib turishiga vaqt yo'q edi. Qaysi yerdan boshlab yeyishni o'ylab o'ltirgan vaqt emas edi. Akbara qo'tasning teqimiga yepishdi. Texi issiq dirildab turgan go'shtni tishlari bilan yulib olib, yolmabla yutaverdi. U ilojining barcha jiq go'sht yeyishi va amalning barcha tezroq uvusiga qaytishi kerak. Ballari zarqib intizor bo'lib kutmoqda. Toshchaynar uningdan qilishmaydi. Vahshiyona xiris qilib, go'shtni parcha-parcha qiladi. Yavoyi qassobning dal o'zi edi. Hamma ish o'z yo'lida bo'ldi. Bo'rilar oldi bilan go'shtga rosa to'yindi. Ondan uvusiga tezroq yetib olish uchun yo'lga tushdi. Kechisi yana go'shtga to'yg'il keldi. Ondan qolgan go'shtni birer panoh joyga so'rab berib, yushirib qo'ydi. Lekin buningga texi vaqt bor. Hozir bo'lsa, bo'rilar oshko'zlik bilan go'sht yemoqda edi. Eslib turgan hang tosh tegidagi targ'ana kamarga joylashgan bo'ri uvusida ejirqab ketgan bo'ri bolalari ixtiyorsiz holda hovlaydi. Isinish uchun birdam g'ujmak bo'lib bir yerga tiqilishadi. Ondan yana har tarafga surilishib tarqaladi. Yana tiqilishadi. Tashqarida shtirlagan ovoz anglangan chog'da Bozorboy uning ichiga tiqilib kirmoqda edi. Ular burunqidan battarlik chirillashib, o'milab-do'milab tugudak uva og'zi tarafga intildi. Shuning bilan odamning ishini osonlashtirdi. Bozorboy kuchab ketganlikdan chip-chip terlab ketgan edi. U tar kamarning ichiga qisilib yurib kirdi. U paxtliq pashmitini yeshib tashlagan bo'lib, pinjiki bilan qolgan edi. U bo'ri bolalarni bir-birlab tutib, uchini qo'yniga tiqdi. To'rtinchisini bo'ynidan ching siqib tutib, sirtqa surildi. Yo'ruqqa chiqqanda ko'zlari qamishib ketdi. Egiz tog'lar shu qadar yaltirab turadi. U ko'ksini to'ldirib nafas oldi. Tabiat yurakning siqadigan jimjitlikqa cho'mgan edi. Uningga faqat o'zining nafas olganligini anglatdi. Qo'yniga tiqib olgan bo'ri bolalari qimirlashga boshladi. Qo'lidagisi bo'lsa o'zini qutqizmoqchi bo'ladi. Bozorboy oldirab qoldi. U eg'ir nafas olgan peti paxtliq pashmitini yelkasiga tashladi-da, eriq tarafga qarab ittik mangdi. Ishning qolgani oson edi. U o'zi o'g'irlab chiqqan 4 bo'ri bolasini ipiga keltirib pul qilmoqchi edi. Hozircha ularning hammasini xurjunga tiqdi. Bo'ri bolalarni xeyli pul qildiganligiga uning ishonchi komil edi. Bultur bir podshoh hayvonot bossiga bir necha bo'ri bolasini sotganda har bir bo'riga 50 so'mdan pul bergan edi. Bozorboy qarsildab yeb chaynayotgan otning og'zidan xurjunni tortib olib, ichida qolgan suvni yerga to'kdi. Xurjunning har yiqiga 2 dan bo'ri bolasini joylashtirdi. Xurjunni egardan ortildirib 2 yoqqa tashladi. G'anjuga ipi bilan tortib bog'ladi. Tizginni qo'liga elib, oldirashlik bilan o'zangiga putini tiqdi. Darrov ketmas bo'lmaydi. Mana omad deb mushini desa bo'ladi. Lekin cho'ng bo'rilar yetib kelishdan burun quyruqini xoda qilish kerak. Bozorboy buni obdan biladi. Yerimi echilgan, tashqi yo'lab qo'yilgan shishini Bozorboy egarga
O'ltirib bo'lgandan keyin yodi qoldi. Ammo haraqdanmi kashdi. Qalsa qiliversin. Bo'ri ballari bedliga bir talay pul aladım. Onun bundaq yerim işlerden bir talay setib alğılı buludu. O atni devitdi. Kun betishdan burun amalning barcha jilg'idan tezroq chiqib edish kerak. Keyingi kunlarda Bozorbayning o'zimi hayron bo'lib yurdi. Mubada ko'ngli tuyib tishi bo'ri yoki erkak bo'ri kelib qolgan bo'lsa, u chaq nima bo'lgan bo'ladi? Buğa to'limi yavaş hayvon, lekin umu bolalarni himoya qildi. Dushmani ustiga itildi. Lekin bularning hammasi uning xiyoliga kerak kirdi. Bo'rilarning changiliga tushishi tasavvur qilganida ko'ngli tashvishga tushadi. Shu satda u tashliq boshqa jilg'isida to'riq itini jidallab haydamoqda edi. Birdan keynida tog'larning ishkirsida petib ketayotgan quyoshga xavotirlanib qarab qo'yatdi. Uni gugum qo'g'lab kelmoqda edi. Shundoq oldirmasi bo'lmaydim. Tezroq tog' etigiga chiqib olish kerak. Ko'l bo'yining hammasi ochiq tuzlanlik. Atning beshini xalgan yaqinga qo'yib etsan, ammo bu yer o'xshamaydi tar. Qo'rqinchli jilg'ining ishi boshqa. Bozorboy ko'l bo'yiga, tonish yayloqlarga yaqinlashgan sari o'ziga bo'lgan ishonch ochdi. Dadillashdi. Olgan o'ljisi bilan maqtang'usi keldi. Malchi ulpatlaridan birasinikida qo'nib o'tsamikin, o'ljilarimni ko'rsatib ko'zning yig'ini olaymikin, 100 gramdan ichib bo'ri ballarini yusaqmikin, ularni keltirib pul qilsam, menmi qarzning qutlariman deb o'yladi. U chala ichilgan shishini suv bo'yida tashlab kelganiga ichinishga boshladi. Ah qani, mushu tapda bir ko'tosang, uning shunchalik ishkisi kelib ketdi. Lekin ichida baribir buning ulgurman deb qo'ydi. Oldi bilan bo'ri ballarini aman eson yetkazib olish, qo'saqlarni to'yg'izish kerak. Ular noyati chidamliq bo'lsa-mu, lekin texicha amchakdan ayrilmagandek, ko'zlarini amdilatdan oshgandek qiladi. Qarang, chakchiyib turishlarini, ishqilib xurjunda o'lib qolmasa bo'ldi. Bozorboy bo'rilarning mushu paytda o'zini dahshatli tezlik bilan qo'g'lab kelayotganligini xiyoliga keltirmadi. Bu ishning oqibati qanday bo'lganligida Xudo o'zi biladi. Qo'tasining go'shtini burnidan chiqqicha yeb to'ygan bo'rilar kayniga yandi. Oldida Akbara, kaynida Toshchaynar mangdi. Ular qiya tegidiki, uvimizga patroq yetib borsak, ballarimiz bilan yayrab qistilishib yotsak, putqo'llarimizni so'zib aram olsak, ondan chali yeyilgan qo'tas go'shtining yeniga yana qaytib borsak degan o'yda edi. Hayot shunday ekan. U yer bu yerda qatirib yuradigan gap ekan. Bo'rini 4 puti boqidi degan tamsil bekor chiqmagan ekanda, tayyor go'shtni ko'sa boshqa bo'rilar qarab turamdi. Bu birovnikiga deb tortinib o'ltirmay, talab qochab ketaverdiganlarmi yo'q emas. Mana shundan keyin janjal to'plan chiqdi, qon to'kildi. Lekin haq o'z nomi bilan haq, kuchmi haq tarafda. Texi uvusiga yetmayla xeyli yiroqdan Akbaraning yuragi bir yomon ahvol bo'lganligini sezdi. Xuddi allaqanday bir qush o'ziga soydak egishib kelayotgandek tuyuldi-da, petib ketayotgan quyoshning oxirgi nurlarida uni tushungili bo'lmaydigan vahima va qo'rqinish bosdi. Egizsiq cho'qqilarda ko'ringan qonliq shafaq sho'llari bargan sari qarayib, dilga tashvish va qo'rqinish solatdi. Uvusiga yaqin qolganda u texmi qattiqroq yugurdi. Toshchaynarga qayrilib qarabmi qo'ymadi. Oxirida u tushungili bo'lmaydigan vahimaga tushib, shamoldek uchib ketdi. Shu chaqda havoda dimiqiga yot puroqlar urildi. Uning vahimasi texim ochdi. Terlab pishgan otning o'tkir hidi va yana ko'ngilni oyintadigan qandoqdir sesiq puroq purdi. Nima bu? Qayerdan kelyotdi? Akbara eriqdan sakrab o'tdi. Çatqallarning orasidan chaqmoq tezligida yugurib o'tib kamarga chiqdi va lip qilib o'zini qiyo tegidagi uvusiga atdi. Ulab qolgan bo'sh uvusning hamma bulung pishqoqlarini ov idedek purab chiqdi va po'shqirdi. Birdan qaytib turib qoldi-da, ondan o'zini sirtqa atdi. Ovning og'zida Toshchaynarga do'qishib qoldi. Xuddi hammaga shu ayblikdek, xuddi u jubdi emas, balki yot dushmandek uni alam bilan tishlab oldi. Hech narsadan xabari bo'lmagan Toshchaynar avval uviga kirib chiqdi, ondan Akbaraning keynidan yugurib, eriq bo'yida uningga yetishib oldi.
Akbara as-hushini yo'qotgandek bo'lib, izlarni burab mang'atdi. Yuz bergan voqeani oydinlashtirib olishga urinatdi. Shu yaqin arada bu yerga kimdir bir kelgan. U izlardan shularni tushundi. Mana ot sho'lgining purqi biqsib turibdi. Chechilgan sulu mana ot tezaklabdi. Mana hidi ko'ngilni oydadigan shisha Akbara uni ixtiyorsizda purab ko'rib, shu an nafrati eshib, yollari tik-tik bo'lib ketdi. Mana odamning qor ustidagi izlari, sun'iy terdan tikilgan o'tikdan qolgan izlar. Ot mingan yerginishlik narsa qochlangan shisha ko'tarib kelgan yovuz dushman bostirib kirib, bollarni o'g'irlab ketibdi. Ularni yevatgan bo'lsa qanday qilg'uliq? Shu chaqda Akbara yana gunohsiz toshchaynarga yepishdi. Uni quturib talab tashladi. Ondan qo'rqinchli quvlab, iz ketgan tarafga oldirashlik bilan yugurdi. Toshchaynar uningga egashdi. Böğürler qilchi adashmay hedini purab mangmoqda edi. Ular qo'g'laydi, oldirib olg'a mang'atdi. Jilg'idan chiqadigan yerni ko'zlaydi. Chaqqonlik bilan olg'a ildam qadam tashlaydi. Ular odam turadigan joylarni, ulug' ko'l bo'ylarini nishon qilgan edi. Bazarbay bo'lsa jilg'idan chiqib etini tüp-tüz tog' etaklarda, egiz-pas idirliq va yozliq yayloqlarda yo'rtib mangmoqda edi. Oxir mana yiroqdan ko'lning bir cheti qarib ko'rindi. Yana birer soatda uyga yetib oldi. Mushu oraliqda quyosh yerning u chetiga tog' tizmalari orasiga patdi. Uning oxirgi nurlari lop qilib o'chdi. Issiqko'l tarafda izg'irin shamol chiqdi. Bo'ri bolalari sovuqda to'nglab qolmasa bo'ladi deb o'yladi Bazarbay. Lekin ularni o'rab qo'ygudek narsa yo'q edi. Bazarbay ularni tirikmikin deb xurjunga qarab boqmoqchi bo'ldi. Bu nimalar o'lib qolsa, uni bir kim beshiga tang'atdimi? U otdan tushdi. Tasmalarni bo'shtib, xurjuni ichib qarmoqchi bo'layotganida ot putlarini kerib, hamma yoqqa chachirtib siyishga boshladi. Bir chaqda birdilla siyishdan to'xtab, qattiq pushqurdi-da, o'zini bir chetga atdi. Tizgin Bazarbayning qo'lidan chiqib ketishga tasli qildi. "Tir!" deb vaqirdi Bazarbay otga, "Asovli qilma." Lekin ot o'tdan qo'rqqandek o'zini chetga atmoqchi bo'ladi. Shu chaqda Bazarbay orqasiga qarmayla nima bo'lganligini bildi. U birdamning ichida mustak bo'lib ketgan yelkisi bilan o'zini qo'llab kelayotgan bo'rilarni his qildi. Bazarbay jon halakchiligida otga yepishdi. Yolidan mahkam tutib egarga chiqdi. Ot shu zamotla pushqurib, putini ko'tarib sakragan peti bo'ronda uchib ketdi. Bazarbay sovuq shamoldan panohlanish uchun beshini past qilib oldi-da, atrofga aloq-chaloq qaradi. Neriroqda ikki bo'ri chipib kelmoqda edi. Bo'rilar yugurib idirning ustiga chiqqan chog'da ot jonivor ularni bayqab urkigan ekan. Bo'rilar endi otning oldini to'sishning peyiga tushdi. Shu topda Bazarbayning yodiga Xudo tushib, uninga yilinib yolvorishga boshladi. Bu odam boshqa chaqlarda Xudoning go'riga chalma etishdan mo'yanmaydi. U qayerdandir kelib qolgan yeluglarni og'ziga kelginni deb tillaydi. Oltinlarning gallaringa turib qolsin deydi. Xotinni qiynag'anliklari uchun afsuslanadi. Uningdan afu so'raydi. "Sana va'da berman, tirik qolsam seni chekib qo'ydigan bo'lsam, odam bo'lmay ketay." Bo'ri bollarni olg'iniga to'v qiladi. "Nima qilatdim elib? Uvusiga nima deb kirgandiman? Hammasini toshqa urib, qallasini yerib tashlab o'taymi ya? Endi qanday qilaman? Ularni nagami qo'yarman? Xurjun tasmalar bilan mahkam tortib bog'lab etilgan. Ularni ittik ketayotganda tashlab etishning amali yo'q. Uning ustiga gugum tushyotdi. Insijin bo'lmagan tog' bog'larga xubdan qarong'usi bostirib kelyotdi. O'lamdi, saqlamdi, dunyoda bu sho'rliq bilan hech kimning kori yo'q. Faqat sodiq ot jonivorlar qo'rqindan esni yo'qotib, butun kuchi bilan chaqmoqda. Lekin Bazarbay yeyinda miltiqi bo'lmaganligiga hammadan bak ichinatdi. Miltiqi bo'lsa ularga ko'rgulikini ko'rsatib qo'yadi. Bir-birlab itib yiqitib, bir tal o'qnimi zoyi ketkizmagan bo'lardi. Miltiq degan tepilmas anqa tuxumidi. Ammo molchilarning uyida bor. Lekin uni kim doim yinida ilib yuradi? Hey, bilgan bo'lsa-ku, Bazarbay yirqishlarni qo'rqitish uchun jinining barcha vaqiraydi. Uning butun umidi otda edi.
helimi yaxshi esil nasllik at. Hayat mamatlik bəygisi. O'g'irlangan bo'ri bolalarni xurjinga silib olgan otliq bilan Akbari va Toshchaynar xubdan qorong'uliqqa tushgan tog' oralida ana shundoq izma-iz qochmoqda va qo'g'lamoqda edi. Elib qochilgan bolalarning hidini sezgan bo'rilarmi o'zlaricha yalvaradi. O'zlaricha iltijo qiladi. Koshki ot bir qitimla birdamlikla putlashib ketsa, ular qo'taz go'shtini munchalik jiq yemagan bo'lsa, qo'g'lashning qandoq bo'lganligini ko'rsatib qo'ygan bo'lmasmidi? Qaraqchiga allaqachon yetishib olib, uni ko'zni ichib yumug'icha parcha-parcha qilib tashlagan bo'lmasmidi? Qonli qisos elib nasl qoldirish yo'lidagi azaldan buyangi hayot mamatlik ko'rishida adolatni tiklagan bo'lmasmidi? Mo'yinqum cho'llarida kiyik patlarini so'rib to'qay qilganlarida ularni o'zlariga kerakli tarafga burash uchun yanada shiddatli turda yugurganlarida ular osh qo'rsoq emasmidi? Bo'rilar cho'ng o'g'il qo'rsoqlarni to'ydirmasdan shiddatli hujumga oldin hozirlanib chiqadi. Bo'libmi bolalarni beqish uchun üstülab go'sht yegan Akbari qiynalib chapmoqda edi. Shundaqdimi u bo'sh kelmaydi. Jinining barcha yuguraydi. Otliqqa yetishib oldigan bo'lsa, qilchi o'yinib turmasdilla nima bilan tugishidan qat'iy nazar o'zini jangga otgan bo'ladi. Yenida yo'lanchiga va yengilmas madadkori Toshchaynarning bo'lganligiga shukr. Lekin nimali degan bilan har kimning go'ri boshqa, Akbari har qanday o'limga tayyor edi. Ish qilib yetishib olsa, ish qilib ushqur otda ketayotgan shu odamni qo'g'lab yetsa bo'ldi, ish qilib. Bazarbay haqiqatan ham ushqur ot mingan bo'lsa-mu, lekin bunda qarabla bo'rilarning qadam-qadam yiqilib, o'ng beqindan yetib kelayotganligini, uni ko'l tarafga o'tkazmaslik uchun yo'lni to'g'risiga kesib chiqayotganligini ko'rdi. Makkar yirtqichlar otliq odamni tog' tarafga haydashga urinmoqda edi. Shunda qilsa, ular yuzma-yuz to'qnashadi. Ular niyatiga yetay deb qoldi. Үркіп кеткен ат өзini yo'qitib qo'yib, o'ng tarafdan kelayotgan bo'rilardan qo'rqib, beshini tog' tarafga burashqa urinavatadi. Biroq otni ongliq, maxluq bo'lgan odam boshqaryotadi. U yirtqichlarning niyatini tushunib turadi. Bo'rilar dal shu narsani hisob qilmaydi. Bu bo'rilarning fojiasi edi. Bazarbayni yana bir narsa qutuldirib qoldi. Taqdirning marhamati bilan oldida chiroqlar ko'rindi. Vah, omadin kelganini ko'ring. Ular Boston Orkunchiyov qo'rusining chiroqlari edi. Ha, shu boy Boston. O'zi zodila yoqtirmaydigan Boston. Lekin hozir kimni yaxshi ko'radiganligi va kimni yomon ko'radiganligini surishtirib o'ltiradigan vaqt emas. Buning nima ajidi? U mushu tapda har qanday midilgan tirikchonni ko'ziga surtishga tayyor. Ish qilib odam yashaydigan joyga yetib keldi-ku. Odamga buningdan ortiq xo'shallik bo'lishi mumkinmi? U oxir qutuldi. U o'zini yo'qotgan holda xo'shal bo'lib otni yana devitdi. Shu chaqda ot qo'rolar va odamlar tarafga qarab shamolday qushdi. Biroq mana endi qutuldim degicha Bazarbayga yana bir asr o'tgandek bo'lib tuyuldi. Lekin mana Boston qurgan elektr duyujining pilmotdek tatilgan ovozi anglab qoldi. Mana malchilarning ishlari bo'ri hidini sezib, havshigan peti Bazarbayning oldiga chiqishdi. Shu chaqda bo'rilarmi qolmay kelyotdi. Borgan sira yiqilishyotdi. Otmu holdan ketyotdi. Bazarbay bo'rilarning issiq taptini sezishga boshlagan edi. Xudoyim, o'zing saqla. Ya Bahovuddin, o'zing madad ber, deb iltijo qiladi Bazarbay. Sana 7 molni qurbon qilaman. Aman qoldim, qutuldim deb xushalliqni vaqirab tashladi Bazarbay. Albatta, u bir soat o'tmayla o'zining va'da qasamlarini unutib qoladi. Odam bolasi ana shundoq. Uning yeniga malchilar yugurishib keldi. Bazarbay o'zini ularning qo'liga otdi-da, to'xtamasdan muni so'zlarni takrorladi. Bo'ra, meni bo'rlar qo'g'ladi. Suv beringlar. Ahvoldan qaraganda bo'rlar ketmasdan shu atrofda o'ynab yuradi. Chidamliq bilan nimanidir kutadi. Bostonning qo'ru qo'tullarida 6 to'polon boshlandi. Malchilar yugurishadi. Qo'rularning ishiklarini bekitishadi. Qorong'uda hay-huy deyishib bir-birini chaqirishadi. Ulardan biri tam ustiga chiqdi-da, miltiqidan necha qitim tong-tong qilib o'q uzdi. Ishlar tinmasdan
qavaytdi, lekin qo'ruvlardan sirq chiqmaydi. O'zlarini yo'ruqroq yerga oladi. İşlarning qo'rqinchoqligi egilarini g'azablantiradi. Bas, ol, hey, bular bo'ri basar emas. Po'q basar. Kimdir biri bo'g'ilib, xirildab ishlarni qistaydi. Ol, bas, oqtas, yo'lbas, japsan, berpalan. Bas, quyruqlarini qisishmay o'lish, bo'ridan qo'rqib turishyapsan. İt o'z iti bilan itda deb e'tiroz bildirdi boshqa bir ovoz. Nimaga vaqiraysan? Bu ishlar otliq odamni etikidan tortib tushiradi, lekin bo'riga yaqin yo'l olmaydi. To'g'rimi? Nima deding? Bo'rining oldiga biror ish bora olmayotdi. Qo'y gap qilma, hovshiversin. Lekin Bozorboy bo'rilarning o'zini nemishqa qo'g'lab kelganligini xeyligacha eslay Faqat Bozorboyning etidan xabar elayotgan yigit birdan Bozorboy aka, xurjinda nima bor? Midirlayotganda qildigu deb so'rab edi. Ana shu chaqda esiga oldi. Xurjinda demsan, ha, bo'ri baldırgı ular. Hey, qurib ketsin, to'rt kuchuk. Boshatda o'visi bor ekan. O'visizla oldim. Shuning uchun bo'rilar kaynimdan qo'g'lab keldi. Mundaq demsiz, toza baplabsiz-ku, rasa qo'lga tushiribsiz-da, o'visidan demsiz-a, aman qapsiz yelimi. Xurjinda o'lib qolmagandu, chapqanda bo'g'ilib, mijilib ketmagandi. Nimishqa mijilatdi? O'rikmidi o mijildigan. Ular itdak chidamliq keldi ag'ina. Qeni ko'rib baqayli qandaqkin. Ular xurjinni elishdi-da, Bostonning uyiga qarab mengishdi. Bundaq muhim ishlar odatda Bostonning uyida qilinadi. Bu yerlarning qo'ru-qo'rtallarning egisi shu. Lekin hozir Boston uyida yo'q edi. Rayonga navbatga yig'inga ketgan edi. İlg'ar cho'pon Boston o'rkichiydi, yana navbatdagi rais munbiridan o'rin elish kerak edi. Bozorboyni Bostonning uyiga xuddi qahramonlik ko'rsatgan odamdek elib kelishdi. Uning shuningga ma'qul bo'lmoqdan boshqa amal qolmadi. Mayli, bir qo'nib o'tsa o'tmamdi, u degan mehmonda. Bu uyning bosug'isiga Bozorboyning birinchi qatim dasishi emas, nurg'un yillardan beri Bozorboy bu yerdan 7 chaqirim nerida Bostonga qo'shni yerlarda mol beqib keldi. Shu chaqlarda Bozorboy bu yerda 3 qatim bo'lgan. Birinchi qatim molchi Irnazar Olamango davanida muzliq kamarga yiqilib nobud bo'lgan chaqda uning ta'ziyasi kelgan edi. Ikkinchi qatim Irnazar o'lib 6 oydan keyin Bostonning oldingi xotini Orzugul bechora bekmi yaxshi ayol edi deyishdi. Vafot bo'lganda uning namoziga qatnashgan edi. Shu chaqda taraf-tarafdan nurg'un odam kelgan bo'lib, ot, traktor va yuk mashinalarining sonini olg'ilma bo'lmay qolgan edi. Uchinchi qatim uni bo'ynidan so'ragandekla elib kelishgan edi. Oblast rahbarlari bu yerda ishlab chiqarish naq maydon yig'in ochmoqchi. Boston Orkunchiyu molchilarga o'zining ilg'or tajribalarini so'zlab bermoqchi. Bozorboyning zodli kelgisi yo'q edi. Lekin qechib qutulg'ili bo'lmadi. Majbur qilishdi. Yerim kun o'ltirib vaz anglashga to'g'ri keldi. Qo'zlarning o'lmasligi uchun nima qilish kerakligidan tortib, qanday qilganda ko'proq yung va go'sht topshirish mumkin ekanligiga kecha so'zladi. Qisqasi planni qanday o'rindash to'g'risida so'zladi. Topgan chiroyli gaplarini ko'ring. Nima qilish kerakligini uning o'zi bildi. Qishda yem-xashakning o'z vaqtida ba. Yoz kunlari tog'da sahar turib, kashfiyot. Qisqasi yaxshi ishlar, moldan, qo'ydan ko'zingni uzma. Boston va boshqalardek jon ko'ydir. Biroq ba'zilarning ahvoli yaxshiroq bo'ladi, ba'zilarning yomonroq bo'ladi. Ba'zilarning ishi o'ngdan keldi, ba'zilarning o'ngdan kelmaydi. Misol olsak, Bostonning qo'rosida devojik tatilab turadi. Kechacha uylardami, ambarlardami, o'yinlardami chiroq o'chmaydi. Xo'sh, nima uchun? Chunki u ikki yurish uskunni qo'lga kirgizib olgan. Biri kardan chiqsa yoki remotga kirib qolsa, shu zamatla ikkinchisi ishga tushadi. Boshqa molchilarda, jumladan Bozorboydami, devishik qurg'ur yil bo'yi birla. Faqat birla bo'lganlikdan odamni to'limi avar qildi. Bir qarasang ishlayotgan, bir qarasang ishlamagan. Birdam yiqilg'usi bor, birdam yiqilg'usi yo'q. Goh biror joyi uzilgan, goh biror joyi sungan. Goh uningga qaraydigan yigitchaq hamma narsa jeniga tegib shaharga ketib qolgan.
Şəhər başlarının oşqı alçı, qışlaqdakilar qaraganda 100 esse yaxşı yaşaydı. Həmmə hesabatlarda barlıq malçı ətrətləri elektr çırığı bilan təminləndi deb aytildi. Əməliyyatda bolsa bundaq iş yo'q. Shuningdan kim yaxshi? Albatta Boston yaxshi. Uning ustiga ishkulikdi yo'q. Kim yomon? Bazarboy va uning o'xshashlar. Ular bo'lsa ishidim. Xo'p, yomon bo'lgandan keyin patonga birni qo'yib haydab etib, ish tapam vassalam qilib aschu kashki. Valanki ketaman deb iltimos berib baqina, darv sana saqchini to'g'rilaydi. Pasportingni tortib oladi, hech qanday hujjat bermaydi. Mang aksi ishingni qil, ketishga ruxsating yo'q deydi. Hamma odam shaharda yashasam deb havas qiladi. Shaharda ishingni tugatsan-da, mazza qilib madaniy orom olsin. Bo'lmasa uyingda yetib, hordig'ingni chiqarsan. Hamma narsa tayyor, oldingda talto'kis turadi. O't yiqishning hojati yo'q. Suv oldingda, chiroq deganing kecha kunduz bor. Hojatxonami burningning ostida. Qishloqdagi turmush degan turmush bo'lamdi. Mal to'laydigan mezgillarda sal kam bir yerim ming tuyoq seyir mo'zayni aplashing kerak. Na kechisi tinim topmaysan, na kunduzi. 1,5 ming qaramalning hammasi beshingda mo'rab turadi. Poq suyda kashmay baqina, xotiningni molchi palchilarning urmay baqina. Undaqda hayvonda nima farqin qoladi? Xo'sh, ondan kim yomon? Bazarboy va shuning o'xshashlar. Kichkina ishqa barmoqlarni burningga noqib pas qilish ketadi texi. Boston Orgonovichga qara, ana ilg'ar, ana ulga. Ashu ilg'ar nemining bosh ko'ziga rosa keltirib qo'rsang, Bostonning omidi bor. Uning odamlari yaxshi. Bir borgan odam zodi qaytib ketmaydi. Bir oiladek bo'lib ishlaydi. Bazarboyga o'xshash molchilar uchun qolgan divizhuklardan allaqachon qo'lni uzib, ko'ni pati tushib, kirsin lampa va qo'l panarlarga o'tib olgan. Bostonning MN 1157 shakilli generator uskunasi qo'rining keynida soatdek to'xtamay minib turibdi. Uning güp-güplari yiroq-yiroqlardan anglab turdi. Chiroqlari xeli joylardan ko'rindi. Bo'rlarni keyniga qaytarganmi, oldi bilan shu bo'ldi. Ular yetishib olay deb turganda chiroqlarni ko'rib shu zaman to'xtab qoldi. Ishlar hamon beri to'xtasa, yana biri hoshiydi. Bo'rlar shu atrofda aylanib yurgani bilan yaqin kelishga petinolmayotgan bo'lsa kerak. Shundaq, Bostonning omti kelgan. Hamma narsaga qara, hamma sirratlik. Hamma narsa joy-joyida. Uylari chiroq nurida chaqnab turadi. Gerçi qo'y qo'rusida tursimu, lekin hamma yoq ozoda, supurilgan, tozlangan, o'tik paytimlarni dalanda selishqa, ishkerga paypaq bilan kirishga to'g'ri keldi. Odamga omad kelsa, kayni-kendin kelaverdi. Mo'nuningga qarang, Bazarboy ilgari bilmabdi ekan. Davonda nobud bo'lgan nazarning tul qolgan xotini baslikkina, sehi juvon ekan. Mana endi shu Gulamxonni Bostonning xotinini olaylik. U qancha g'am qayg'ularni beshidan kechirmadi, lekin hozir o'ynab kulib baxtiyor yuribdi. Yeshimi balkim 40 bormagandi. Uning nazardan qolgan ikki qizi yotoqliq maktabda o'qiydi. Uning ustiga omad kelsa shundoq bo'ldi-da, yaqinda Bostonga o'g'il tug'ib berdi. Bostonning oldingi xotindan 2 qiz qolgan edi. Ular cho'ng bo'lib turmush qurib, uy makonliq bo'lib ketdi. Gulimxon o'zimi ochiq chiroy ayol ekan, aqli ho'shimi o'ziga yetarlik. Pamparastimi joyida ekan, u Boston bilan Bazarboyning chiqisholmaydiganligini aniq biladi. Lekin qilchi chandurmay uni ochiq yo'riq qarshi oldi. Echingan tasalli bergan bo'ldi. Keling. Qo'shnimizning qo'shnisi to'rga o'tdim. Ana kelim, o'ltiring. Voy, bo'rlar izingizdan qo'g'lab ketdi-da, aman eson qutulibsiz. Bir baladan ota-bovlarimizning ruhi qo'llabdi biz sizni. Kulpatdan qutulganingizga shukr. Balalarning dadasi uyda yo'q, rayonga majlisga ketdi. Pat qaytib kelishi mumkin. Direktor gaz mashinasida olib kelib qo'ymoqchidi. O'ltiring, marhamat, o'ltiring. Hozir choy damlab kiraman. Bir pas o'ltirsangiz issiq tomoqmi tayyor bo'ladi.
Bazarbay peshonasiga putilgan bu mehmondorchilikni qo'ldan bermay, qandoqlik qilib bo'lmasin uy egisini bir sinab boqmoqchi. Uning chaqirilmagan mehmonga qilmoqchi bo'lgan mehribonchiliklarning rostligini bilmoqchi bo'ldi. Uning ustiga qechib yurib ko'rgilgini ko'rdi. Sal o'zimga kelib olay deb haroq ishkisi qistab, yuz obro'yini bir yoqqa qayirib qo'yib, haroq so'rash qaroriga keldi. Çay deganni xotin haqichidi, dedi u to'g'ridan to'g'ri, so'zimdan xafa bo'lma. Lekin Bostondek davlatman odamning uyidan o'tkurak bir narsa tepilmasmi? Davron selib yurgan odamgo Boston. Bazarbay azaldan itmijoz edi. U Bostonning xotinining chiroyi o'ngaligini ko'rib, ichidan mamnun bo'ldi. Bazarbayning qo'polligi Gulamxonga yoqmadi. Nima? Uningga tuzut qilib o'ltiramdu? Xon bo'lmasa, bek bo'lmasa, noyda bir molchiqu. Voy, gapingizni qarang, dedi Gulamxon sal chiroy o'ngib. Bostonning shu qurib ketgan narsa bilan zodli xo'sh yo'q. Shuning uchun bilman, Boston oshmaydi. Bazarbay uningga pisand qilmay gapini bo'ldi. Mundaqla deb qo'ydim. Cheyinga rahmat. O'ylab edimki, Boston o'zi ishmagani bilan mehmonlarga deb. Bu nima deganingiz? Tanqisliqda qoldi Gulamxon va Bazarbayning yonida o'ltirgan Rizqulga qaradi. Rizqulning tizlari bo'ri ballari silingan ashu qurib ketgur xurjunga tegib turadi. Rizqul haroqqa chiqmoqchi bo'lib o'rnidan qo'zg'alishiga ishikda Bostonning ikkinchi yordamchisi Ma'rif institutini chala o'qigan, putqo'llari chaqqan va chabdas yigit Marat ko'rindi. Uning oblastda ko'rmagan joyi, qilmagan ishi yo'q edi. Mana endi aqlini tepib Bostonning yeniga mahkam o'rlashib olgan edi. Menga qara, mazat, dedi uningga Rizqul og'zini etib qo'ygan yerim shisha bir nimang bada qiladi. Bilaman seni, qo'rqma. Boston so'rab qolsa javobini men beraman. Shu yerim shishangni tezroq kel, Bazarbayning o'ljisini yuyimiz. Hozirlab kelaman deb mamnun bo'lib qaqaqlab kuldi Marat. Yerim istankan ishgandan keyin Bazarbayning xapichiligi tarqalib ketdi. Qo'rqinchi tugab, yanla shu haqavur va qo'pol Bazarbay holda keldi. Gelamga xuddi o'z uyidagidek yonboshlab yetib, beshidan kechirganlarni hikoya qildi. Bo'ri ballarni xurjundan chiqarib ko'rsatdi. Shu chog'da o'zimi ularni sinchilab ko'rib oldi. Bo'ri ballari boshda midirlig'isi kelmay turdi. Hech narsaga qaramadi. O'zlariga himoyachi izlagandek qilib, qayergadir yo'shirmoqchi bo'ladi. Keyin issiq ta'sir qilgan bo'lsa kerak, jonlanib qimirlashga boshladi. Uy ichida har yoqqa do'milab, huvlab, tumshuqlarini o'ltirganlarning tizlariga tekizishdi. Ular hech narsani ko'rmagan, bilmagan kichik ko'zlarini mo'ltiltib, onasini, uning amchaklarini izlashadi. Gulamxonning ularga ichi og'rib, beshini chayqadi. Voy bechoralar-ey, ichirqab ketibdi-ku. Bo'ri balsa bo'lsa-mu baribir bolada. Nima bularni ochliqdan o'ltirmoqchimisiz? Nima qilasiz? Ular nemishqa o'ldi ekan, xafa bo'ldi Bazarbay. Bularning jini toshdan qattiq. 2 kun beqib turmanda, ondan rayonga topshirman. Ularni qandoq beqishni hayvonot bazasidagilar biladi. Xo'jayinlarning qulidan har ishlar keldi. Xolsa bo'rnimi ko'ndirib, serikda o'yinga chiqaradi. Bilet setib pul yig'di. Bularni balkim serik o'miga olar. Gulamxon bilan tang ichinib turgan kishilarmi bu gapga kulib qo'ydi. Lekin bo'ri ballarini ko'rgili kelgan ayollar bir-biriga pichirlashga boshladi. Bazarbay, dedi Gulamxon, bu yerda sut berib biqilayotgan qo'zlar bor. Qo'zlarning sutidan bo'ri ballarga ichirsak bo'ladimi? Bo'ladi, Bazarbay kulib tashladi. Qo'ylar bo'rilarni boqsin, qoyilman. Qani ilib kelinglar. Ularning hammasi keyin mushu soatni aslaganda qo'rqindan yoqasini tutdi. Yirqish hayvonning ballarini qo'y suti bilan beqishayotganlarmi, bo'ri ballarning erkalab o'ng'ul-do'ng'ul qadam besishlarimi, ulardan birining ko'zi ko'k ekanligimi yig'ilganlarga qiziq tuyuldi. Kishi bo'rining ko'zi ko'k bo'ladi deganni kim anglagan? Bundiqini cho'chaklarla uchratish mumkin. Bostonning kichik o'g'li Kenjashning xo'shal bo'lib ketganini demamsiz? U birdilla do'mmoqlab yurgan 4 bo'ri bolasini ko'rib, ko'zlari o'ynab ketdi. 1,5 yoshli Kenjash o'zla tushadigan tilda olli nimalarni deb shivirlaydi. Bo'ri bolalari bilan
pomdaqlashib o'ynaydi. Buni ko'rib cho'nglarning zo'qi keladi. Bo'ri ballarımı onunğa xuddi bu yerga eng yaqin va ishonchli odamdek nemishqidir tinmay sürkiletdi. Cho'nglar qarang, bala balını biladi-da deyishadi. Gülamxon o'g'lingiz zodi nimalarni da'vatidi deb so'raydi. Gülamxon bo'lsa, echilib yeyilib o'g'lini bag'riga bosadi, erkilatadi. Voy küçügüm, voy qara seni. Ko'rdingmi, bo'ri ballarini qara, nima degan yumshoq, chiroyli. Sen ular bilan odash bo'lamsan ha? Shu chaqda Bozorboy bir gap qildi. Uning bu gapini kishilar xeyligacha eslab yurishdi. Uydagi bir bo'ri 5 bo'ldi. Bo'ri bo'lishni xolamsan? Voy Bostonning kenjisi, seni ular bilan birga bo'ri o'ziga olib qo'yaymi? Birga cho'ng bo'lasan. Hammaylar chaqchaq qilib kulishadi, choy ichishadi. Bozorboy bilan Mart yerim shishini ichib tugatgachga yuzlari qizarib o'pkadek bo'lib ketgan edi. Qo'rilgan go'sht yog'larini yeydi. İşken siri özürmü, tallarımı içilmaqda edi. Hoyli jimjit bo'lib qoldi. İtlar havuşishdan to'xtadi. Tükleri qelin yo'g'an Jason degan seyraq it birdila o'chiq qolgan eshikning bo'sug'isida paydo bo'ldi. U eshik oldida turib, quyruqini shipashlatdi. Ishkirga kirishga petinolmaydi. Onunga bir burda non tashlab berishdi. It nonni havoda tishlab oldi. Tishlari qarsildab ketdi. Shu chaqda kaybi chaq Marat hammani kuldirtish uchun bo'ri ballardan birini tutib ko'tardi da uni itga to'g'riladi. Qani Jason, al buni, al deyman. U titrab turgan ojiz bo'ri balasini itning oldiga tashladi. Hammani hayron qilib Jason jakli chiqqan holda xiris qildi da quyruqini qisdi. Bo'ynini ichiga tiqib patroqlab qochib ketdi. Ondan hoyliga chiqib deriza tubida qo'rqinchliq bilan bechoralarcha havuşidi. Hammaylar qaqaqlab kulib ketdi. Bo'libmi Bozorboy hammadan qattiq kuldi. Qo'y bekor avara bo'lma, Mart dedi u. It degining bo'rining hididila chichib etidim. Nima Jasoningni yo'lvos deb yurganmiding? Bunda ish yo'q. Kichkina kenjash aslandek bo'ri bolasini eshakdek itning oldiga tashlab berganligi uchun qo'rqib yig'lab Hammaylar kulishdan to'xtadi. Kenjash cho'nglarning g'alita chaqchaqlardan bo'ri balasini qo'g'dimoqchi bo'lgandek uning oldiga o'milib bordi. Ko'p o'tmay Bozorboy bo'ri balalarni xo'rjonga soldi-da mengib ketdi. Bu orliqda itimi xeyli dam ilib olgan bo'lib, boshqadan egar jabdoq to'qilib, Bostonning qo'rusidan mazmun qadam tashlab yo'lga tushdi. Mart bilan Risqul otga minib, yelkalarga miltiq esib, Bozorboyning ikki tarafida uni uzitib mangdi. U ikkisila haraq ishgan. Mart bo'lsa xeyla eg'ilishib qolgan edi. Og'zi gapdan bo'shmaydi. Chaqirilmagan mehmon Bostonning uyidan xo'shlashib chiqayotganda ikki o'tirda kichkina ko'ngilsizlik yuz berdi. Shu ko'ngilsizlikni yo'q qilish uchun bu baquvvat yigitlar Bozorboyni uzdib chiqqan edi. Bozorboy uydan chiqmoqchi bo'lib, qo'ldagi bo'ri ballari selingan xurjini egarga otib qo'yarsan deganda qilib Martga berdi. U Bostonning qo'rusida izzat hurmatga erishgandan xushal edi. Bozorboy tamdagi noyida cho'ng bo'ri terisining yonida esiqliq turgan miltiqni qo'lga oldi. Miltiqni diqqat bilan ko'zdan kechirdi. Qaramtul stuvuli valildab turgan, ko'p o'q yeydigan cho'ng hayvonlarni ovlashga loyiq ishlangan miltiq ko'zni qamashtiradi. U Bozorboyga rostla yiqib qoldi. Tamga isilgan bo'ri terisini Boston shu miltiqda bir pay o'q bilan qo'lga tushirgan edi. Buni mushu atrofdagilarning hammasi biladi. "Manga qara Gülamxon", dedi ixtiyorsiz holda Bozorboy masxush ko'zlarini miltiqdan Gülamxonga yo'tkab. Shu orada qalisiga Gülamxon xoliroq joyda qo'limga tushadigan bo'lsa degan bir o'y lip qilib kechdi. U xotinlarga dush kelganlik yerda changal selishga odatlanib qolgan edi. Maqsadiga yetgandan keyin buning qilchimi ichinib o'ltirmaydi. Mana shu tapda u Gülamxonni o'z xotini ko'k tursun bilan selishtirib ko'rib, Gülamxon emas, jonga tegadigan so'g'uq tashdek bo'lib qolgan ashu xotinning o'z ilkiga tushganligidan pig'ani o'rladi. Shu tapda bu badbaxtning xotiniga ko'zi tushadigan bo'lsa, uni shapaloqlab burishdan yonmaydi. Bozorboy o'zini taslikda tutib olib, obdan yashaydi ekansizlar. Sen yaxshi ayol, men nima demoqchidim? Bilamsan, Gülamxon, bo'rilar yana kaynimga tushamdikin deb qo'rqyapman.
Men shu miltiqni olg'ash kelsam bo'lamu? Әті бірідін әвәтіп берәттім, dedi. Xudaqi, joyga isib qo'ying, dedi qat'iy turda Gulamxon. Boston miltiqiga hech kimning qo'lini tekkizmaydi. Miltiqni bir kim tutsa yomon ko'radi. Nima? Bir tal miltiqqa kuching yetmamda? Domsib so'g'uq kuldi Bozorboy. U qo'lay payt topsa, bu juvonni qandoq quchoqlaydiganligini yalt qilib ko'z oldiga keltirdi. Nima deganingiz bu? Boston kelib, miltiqning joyida yo'qligini ko'rsa, nima deydi? O'qlarning nadaligini bilmayman. Boston bularni tiqib qo'ydi. Haqqi bir tilini bermaydi. Bozorboy ichida Bostonni rosa tilladi. O'zidan xafa bo'ldi. Bostonning shunchalik hassasligini u bilmaydimi? Xotinini eridan qilishmaydi ekan. U juvonga miltiqingni beshingga tiqib ol deb tashlashga tasli qoldi. Dal shu paytda Rizqul oraga kirib, uni qiyin ahvoldan qutuldirdi. Bekordan tashlanishmaysiz, Bozorboy aka. Mart ikkimiz sizni otliq ustib qo'yamiz. Xohlasangiz uyingizgacha olib boramiz, deb ishontirdi va kulib turib, vaqtimiz bo'lsa ba, tun o'zimizningki. Bu miltiqqa siz yaxshisi tegmang, joyiga isib qo'ying. Bilmamsiz, u ismi jismiga loyiq Boston, to'limi tartibli odam. Ular əmdə çıxmaqçı bo'lib turğanda Rizqul yana bir pas hayal bo'lib qoldi. U Bostonning o'g'lini aldab tasalli berishga tushdi. Bala Bozorboyning bo'ri ballarini xurjinga salg'ini ko'rib, nega yelib ketyotdi deb vadirida yig'labatdi. Bala o'zini yerga atmoqchi bo'lib, onasining bag'ridan yo'lqinib chiqmoqchi bo'ladi. Bo'ri kuchuklarini qaytarib berishni talab qiladi. Qo'ridan chiqqandan keyin o'qishni chala tashlab kelgan Mart hamrohlarini zeriktirib qo'ymaslik uchun o'ziga qiziq tuyulgan bir parangni boshlatdi. Yaqinda rayonimizda ajoyib bir voqea yuz berdi. To'li kulib uchaylaring uzilib ketadi. Anglaganmidingiz, Bozorboy aka? Anglamagan, dedi Bozorboy. U haqda jiq so'z cho'chak bo'lib ketdi. Rost gap. Qani. Studentning so'zini anglayli, dedi uning g'idiqiga tegib Rizqul itini yurtib ketdi. Oblastimizning rahbarlaridan biri rayonlik gazetimizning bosh muharririga telefon berib, nima uchun sizlarning sotsializm tengi gazetinglar kapitalistik Amerikani targ'ib qiladi debdi. Men bosh muharrir bilan bir mezgil birga o'qigan. U to'limi qo'rqinchli va xoshamatchi odam edi. Rahbarning so'zlaridan uning tili gapga kelmay qoldi. Biz Amerikani yozganimiz yo'q. Kechiring, qaqaqa. Targ'ibat. Rahbar, yozmadoq demizlar texi, muni nima? Oq qog'ozga qop-qora qilib, Boston bizni yetaklamoqda deb yezibsizlar-ku, debdi. Ha, bu ilg'or molchimiz Boston o'rkunchiyu haqida yozilgan. U haqida yozilganligini men bilaman, ammo nurg'un odamlar sarlavining o'zini o'qiydi. Ha, mana ko'rdingizmi? Zo'ravonligini. Xo'p, undaqda qanday qilamiz deb so'rabdi bosh muharrir. Rahbar ilg'orga ayting, ismini o'zgarsin debdi. To'xta, dedi Bozorboy. Nima, Amerikadami Boston bormi? Ha, yo'q, dedi Mart kulib. Boston degan Amerikaning cho'ng shaharlaridan biri. Nyu-Yorkdan qilishmaydi. Bizda bo'lsa Boston degan bu Boston, ya'ni kulrang chopan degan so'z, tushundingizmi? Tüfe, muni qurg'urni qara, ras deb tasdiqladi Bozorboy. Bu gaplarning hammasi ikki pulga yarmaydiganligini, Bostonning obro'yiga qilchilikmi ta'sir yetkazmaydiganligidan echinib. Dal shundaq, biz podichini Boston deymiz. Tunning yulduzliq gumbizi, egiz tog'lar va qorong'ulik ichida kuchlik dumbizi xira-shira ko'zga chilqib turgan ko'lning ustini qopladi. 3 otliq hazil chaqchaq qilishib, tamanga ketib bormoqda. Ular shu kechida bir qancha odamning taqdir qismati yeshkili bo'lmaydigan darajada qattiq chigishilib ketganligini xiyolga keltirmagan edi. Mana ularning gap so'zlari, ot taqillarining toshlarga tekkan ovozlari barg'ansiri pasayib, ondan tamoman anglanmay qoldi. Boston Divisioning tatatlashlarini orqada qoldi. Uning chiroqlari tog'larni qoplagan qorong'ulik ichidan molchilarning bir necha qo'ri va o'ylarga oqsho'larni tarqitib turadi. Qayerdadir yiqilib yerda bo'rilar yo'shinib yotadi.